Welcome back. It's me teacher Ilyos again. Bugungi sizlar bilan o'tadigan mavzuyimiz o'sha yordamchi fe'llarda birinchisi hisoblangan to be. To be, ya'ni bo'lmoq. Xo'p, to be'larni hozir biz 3 xil shaklda o'tamiz. 3 xil zamonda, hozirgi, o'tgan va kelasi zamonda. To be'larimiz hozirgi zamonda 3 ta, ular am, is, are. Am, is, are. Demak, am da biz I ga nisbatan ishlatamiz. I am. I am. Isda bo'lsa birliklarga. Misol, u bo'lishi mumkin yoki biror bir jonsiz buyum, kitob bo'lishi mumkin, hayvonot, jonzot bo'lishi mumkin. Bu hammasi birlik hisoblansa, o'sha bitta narsa turibdimi, hammasiga isda ishlatamiz. Endi bittadan ortiq narsa bo'lsa-chi, ikkita narsa, uchta narsa yoki undan ko'p, undan ortiq narsalar uchun biz are ishlatamiz. Demak, birliklar uchun is, I am birlik deyishingiz mumkin. I da endi o'zining shakli bor. I am. I dan boshqa barcha birliklar uchun is, ko'pliklar uchun are. Endi o'tgan zamonga o'tgan shakli I am kirib ketadi. Endi bu yerda barcha birliklarga was ishlatiladi, barcha ko'pliklarga were ishlatiladi. Demak, I was, he was, she was, it was. Yo bo'lsam the book was. Kitob. Ko'pliklarga we, you, they, my friends, my parents ketaveradi. Ikkitadan ortiq narsa hammasiga biz word ishlatamiz. Kelasi zamonda bo'lsa will, shall. Bu yerda endi biz birlik ko'plikka qaramaymiz. Bu yerda hammasi uchun biz will ishlatsak bo'ladi. Lekin shallda istisno holatlari bor. Shallda biz faqat I bilan we uchun ishlatishimiz mumkin. I and we. I bilan we ga biz ham shallda ham will ishlatishimiz mumkin. Endi sizlar bilan to be'da gaplarda ko'ramiz. Xo'p, birinchi holat I am a pupil. Ya'ni men o'quvchiman. Men pupil, o'quvchi, bitta, am to be tarjima qilinmayapti. Men o'quvchiman. He misolida ko'ramiz. He is a pupil. U o'quvchi. He, u, pupil, o'quvchi, is tarjima qilinmaydi, birlik. Endi ko'plik holatida we are pupils. Biz o'quvchilarimiz. Bu yerda we biz, s ko'plik qo'shimchasi, pupil o'quvchi, are to be. Ya'ni biz o'quvchilarimiz. Biz o'quvchilarmiz. Endi inkor shakliga o'tamiz. Bu yerda birinchi mana ko'plikligi uchun mana a degani, ya'ni bitta degan artiklimiz tushib qolyapti. Endi inkor shakliga o'tganimizda, inkorda I am not a pupil. Ya'ni bu yerda to be dan keyin not, ya'ni yo'q degan qo'shimcha qo'shilyapti. I am not a pupil. He is not a pupil. We are not pupils. Ya'ni har biridan not shu to be dan keyin qo'shilyapti. Savol shaklida shu to be oldinga chiqadi. Ya'ni am I a pupil? Bu yerdan am da oldiga chiqarib qo'ysak, savol shakli bo'ladi. Am I a pupil? Is he a pupil? Are you pupils? Bu yerda mana we ni biz you ga o'zgartirdik. Ya'ni siz o'quvchimisiz? Are you pupils? Bu holatda endi biz siz o'quvchimisiz degan holatda o'zi bo'ladigan bo'lsa, are you a pupil bo'lishi ham mumkin. Ya'ni biz bilamiz, you ingliz tilida ham birlik, ham ko'plikka nisbatan ishlatiladi. Sen yoki siz bo'lishi mumkin. Sen bo'lgan holatda a pupil deb qo'yishimiz mumkin. Siz bo'lgan holatda are you pupils bo'ladi. Endi o'tgan zamoniga qaraymiz. She was a pupil. U o'quvchi edi. She was not a pupil. U o'quvchi emasdi. Was she a pupil? U o'quvchimidi? They were pupils. Ular o'quvchilar edilar. Ya'ni ular o'quvchi edilar bo'lib tarjima qilinadi o'zbekchasi. They were not pupils. Ular o'quvchi emas edilar. Were they pupils? Ular o'quvchimidi? Va kelasi zamonga o'tamiz. Kelasi zamonda e'tibor beramiz. Demak, boshida aytib o'tganimizdek, to be yordamchi shaklida kelgan holatda tarjima qilinmaydi, lekin asosiy shaklida ham be degan holati bor. Ya'ni bo'lmoq deb tarjima qilinadi.
Bu holatda tarjimaga qaraymiz. He will be a pupil. Kelasi zamonda qanaqa bo'ladi? U o'quvchi bo'lmoqchi. So'z o'zida ham bo'lmoq degan so'z ishlatilyapti. Ya'ni tarjimasida ham bo'lmoq degan so'z ishtirok etayotgani uchun to be ni asosiy shakli ham olinadi. Ya'ni bo'lmoq deb tarjima qilinadigan va hamda yordam shakli ham ishlatiladi. Yordam shakli will. U o'quvchi bo'lmoqchi. Bu yerda mana u o'quvchi bo'lmoqchi. Will yordam shakli, bu yerdagi to be asosiy shakli tarjima qilinyapti bo'lmoq deb. Yoki biz holatda ko'ramiz will yoki shall. Bu ikkisi ham qo'ysangiz bo'ladi. Ikki holat ham to'g'ri keladi grammatik jihatdan. We will be pupils. We shall be pupils. Biz o'quvchi bo'lmoqchimiz. We will not be pupil. He will not be a pupil. U o'quvchi bo'lmoqchi emas. Yoki we will yoki shall ishlatsak ham bo'ladi. We will not be pupils. Ya'ni biz talaba yoki o'quvchi bo'lmoqchi emasmiz. Bu yerda ko'rganingizdek hammasi bir xilda. To be dan keyin not qo'shiladi. Inkorida esa to be larimiz oldinga chiqadi. Faqat kelasi zamondagi shaklida e'tibor beramiz. Asosiy to be dan oldingi to be oldinga chiqadi. Ya'ni will he be a pupil? Yoki will we be pupils? Shall we be pupils? Demak, azizlar, sizlar bilan hozir to be ni qisqartirilgan shakllarini zamonlarda ko'rib chiqamiz. Birinchi holat hozirgi zamonda to be ni qisqartirish. I am not. Ya'ni bu yerda I bilan to be bilan qisqaradi, lekin to be bilan not qo'shib qisqartirib bo'lmaydi. Endi he, she, it biroz boshqacharoq. He, she, it qisqartmas his, she's, its. Va lekin inkor holatiga kelgan holatida he, she, it is not degan so'zimiz bizda ikki xil holatda qisqarishi mumkin. Birinchisi ega bilan qisqaradi to be, he isn't. Yoki to be bilan not qo'shilib qisqartiriladi. He isn't. He is not. He isn't. Ko'plik shakllari we are, you are, they are va inkor shaklida bu ham ikki xil holatda qisqartirish mumkin. Ya'ni ega bilan to be ni bilan qo'shib qisqartirish mumkin yoki to be bilan not negativ holatda qo'shib qisqartirish mumkin. We are not, we aren't. You're not, you aren't. They are not, they aren't. Endi o'tgan zamon shaklida ko'ramiz. O'tgan zamon shaklida darak gaplarda qisqartirib bo'lmaydi degan. Darak gaplarda biz hech qanaqangi holatda to be ni qisqartirib olmaymiz. Inkor holatiga o'tganida esa I was not, I wasn't. He, she, it was not u ham bir xil holatda, ya'ni wasn't holatida qisqartiriladi va ko'plik shakli weren't holatida qisqartiriladi. Demak, endi kelasi zamon shaklini ko'ramiz. I will not be. Ya'ni inkor shaklida bo'ladi. Buni ham xuddi o'tgan zamondagi shakliga o'xshab turib, darak gaplarda qisqartmasi bo'lmaydi. Faqatgina inkor shaklida I will not be, I won't be bo'lib qisqaradi. Ya'ni will not, won't o'zgaradi. Shall not qisqartmasi yo'q. Shuning uchun agar biz qisqartirmoqchi bo'lsak, hammasi uchun won't ishlatsak bo'ladi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Darslarni qilib borishda davom eting. Iloji boricha bugungi darsliklardan foydalanib o'tgan mavzularimizni har bitta holatiga bittadan gap tuzishga harakat qiling individual tarzda. Keyingi darslarda ko'rishguncha bye.